Chapaklar yoki jalpaklar mamlakati. 8-qism. Bayram kuni ulug' dohiy, sevimli rahbar atalmish ukasi hamda boshqa safdoshlari qurshovida kelib, yuzlab, minglab odamdan yasaladigan bu jonli gullarni maroq bilan tomosha qiladi. U ana shunaqa rangin tomosha-yu tantanalarni xush ko'radi. Sirasini aytganda, bu kabi tadbirlar shu birgina zotning ta'biga moslab, uning ko'nglini ovlamoq, vaqtini chog'lamoq maqsadida qilinadi. Yanada dangalrog'i, butun mamlakat shu bandaning xizmatida, bir ko'ngil maylining ijrosi bilan mashg'ul. Darvoqe, bu to'ymas, tinchimas, shuhrattalab ko'ngilning boshqa muddaosi ham bor. U chet ellik mehmonlarga, iloji bo'lsa-ku butun jahon ahliga yurtining sotsializm qurishdagi mislsiz yutuqlari, afzalliklarini mana shu singari tomosha tantanalar orqali ham namoyish etmoqni istaydi. Kelsin, ko'rsin, bilsin, sotsializmning bu riyoja shakliga tahsin, tasannolar aytsin. Ha, ulug' dohiy tavarishxonman men, bu dunyoga bekorga kelgan emas, umri bekorga o'tayotgani yo'q. Ahli olam bilsin. Uning va inisining portreti har bir bo'riyolikning uyida turibdi. Uning tabarruk siymosi-yu o'lmas g'oyalari har bir bo'riyolikning ko'ksidangina emas, miyasidan, yuragidan, vujud-vujudidan mustahkam joy olgan. U yog'ini so'rasangiz, million odam istiqomat qiladigan mana shu jannatmonand shahar ham uning sharafli nomi bilan ataladi. Shahar markazidagi baland tepalikka o'rnashgan parlament saroyi qarshisida bo'y cho'zgan osmon barobar cho'ng haykal ham uniki. Aytishlaricha, O'rta Osiyodagi Toshkent degan shaharda ham jahon yo'qsillarining dohiysiga shunaqa haykal tiklangan ekan. Ammo mustaqillikka chiqqach sotsializm g'oyalarini rad etib, uni ag'darib tashlabdilar. Afsus, yaxshilikni bilmaganlar. Mayli, o'zlaridan ko'rishsin, bir kun kelib pushaymon qilishlari muqarrar. Ha, tavarishxonman men, bekorga yashagani yo'q, umri bekorga o'tayotgani yo'q. Shaharning qoq o'rtasidagi yasama tepalikda kattaligi uydek keladigan bir rasm, panno bor. Unda olis ufqdan zarrin nurlar sochib bosh ko'tarib kelayotgan quyosh, yam-yashil o'tloqlar, gulgun chamanzorlar va do'mboqqina bir bolakay tasviri solingan. Bolakay chehrasida yoshiga nomunosib bir shijoat, quyosh sari qo'l cho'zib turibdi. Ulug' dohiy tavarishxonman menning 5 yasharlik chog'i, deya izoh beradi Zukko tavarishyak. Ilk bor jonajon bo'riyoni istibdod changalidan ozod qilish va kommunizm g'oyalarini ro'yobga chiqarish rejalarini tuzayotir. Bu gapga nima deysiz? Lekin millionlab odam, million bo'riyolik bu riyo va ro'yolarga ishonib, shirin aldovlar og'ushida yashamoqda. Nachora, e'tiqod o'limdan kuchli, zulm esa undan-da qudratliroq. Bir oqshom bekorchilikdan baxtiyor ikkalamiz shaharning markaziy ko'chasi bo'yidagi peshtoqlari yarqirab turgan binolarning hovli tarafiga o'tib taajjubda qoldik. Na suvoq, na pardozi bor. Qop-qora yalang'och beton. Ochiq ayvonchalarda ham odam g'ij-g'ij. Har xil lash-lushlar, eski-tuski jandalarmi uyilib yotibdi. Qimirlamoqqa joy yo'q. Xullas, ruhni toptaydigan behad ayanchli bir manzara. Negadir birorta derazada parda ko'rinmaydi. Birinchi qavatdagi uylarning qaysi biriga mo'ralamang, ichkari devorda og'a-ini, dohiy va dohiylikka da'vogarning portreti yonma-yon. Bilmagan odam bu yerlarni korxona yo biror bir muassasa deb o'ylashi mumkin. Aslida unday emas. Uy bu, oila bo'lib istiqomat qilinadigan oddiy xonadonlar. Shu chor devorlarida ham erkin yurolmas ekanda bular. Derazalar ochiq-oydin, nomahram bo'lsa, bu yoqda devordan 2 juft ko'z davlat nazari bilan tikilib, har bir xatti-harakatingizni go'yoki tekshirib tursa. Medalning u yog'ini esa ko'rgan-bilganimiz bo'yicha qo'limizdan kelganicha ta'riflab berdik. Darvoqe, bunga hojat bormidi? Axir bularning bari o'zimizga yaxshi tanish, o'zimiz ko'rgan, shohid bo'lgan manzaralar-ku. 50-yillarning bor hayotdan yiroq, nuqul shod-xurramlikni, kommunizm gulbog'lari-yu porloq istiqbol va nurli cho'qqalarni tarannum etuvchi chuchmal, yaltiroq kinofilmlari baland minbardan turib namoyishchi olomonga qo'l silkib qo'yayotgan mo'ylovdor dohiy va pastda, maydonda uning ko'nglini xushlamoq uchun o'lib-tirilib o'zini har ko'yga solayotgan mehnatkash xalq ommasi yodingizdadir? Ha, balli.
Biz kuyib pishib tasvirlamoqqa urinayotgan manzaralar lo'nda qilib ifodalaganda xuddi o'shalarning o'zi, ulardanda 100 chandon ortiq. Ehtimol dunyoda Xoniyadek ozoda shahar yo'qdir. Ehtimol dunyoda Xoniyadek ko'rkam Madina topilmas. Lekin dunyoda Xoniyadek zerikarli, Xoniyadek yuraklarni qon qiladigan joy ham bo'lmasa kerak. 10 kun, 10 yil. Bundan ko'p yillar burun, 80-yillarning o'rtalarimida, maskovlik bir yozuvchi do'stimning Mojariston haqidagi kitobchasini maqtab qo'yib, baloga qolgan edim. Budapeshtni ko'rmabsan, bu dunyoga kelmabsan. Kichkina Parij deydilar uni. Sen u yerga albatta borishing kerak, deya qistab turib oldi do'stim va o'zi tashabbus qilib, yozuvchilar uyushmasi orqali menga yo'llanma to'g'rilab berdi. O'zi samolyotga kuzatib qo'ydi. Chinakam mo'jiza shahar. Budapeshtni teng ikkiga bo'lib oqadigan azim Dunay bo'yidagi saranjom sarishta, barcha shart-sharoiti muhayyo ijara xonadonda bir o'zim 15 kun istiqomat qildim. Ertalablari Iboya degan tarjimon ayol keladi. Ikkovlon shahar bo'ylab aylangani chiqamiz. Turli-tuman mavze-yu teatrlarga boramiz. Qadimiy haykallarga to'la istirohat bog'larida kezamiz. Kitob do'konlari va nashriyotlarda bo'lamiz. Ko'rgazma zallarini tomosha qilamiz. Illyuzion kinoteatrida o'sha kezlar bizdan boshqa dunyolarda mashhur bo'lgan filmlar namoyishida qatnashamiz. Xullas, ko'ngil tusagan go'sha o'zimizniki. Bizga xo'jayinlik qiladigan yoki qo'ygan qadamimizni sanab yuradigan jonzot yo'q. O'shanda men 15 kun bir o'zim yashab, biror daqiqa zerikkanimni eslolmayman. Bu yerda esa anjuman tugar-tugamas, ikki musofir o'zimizni qayoqqa qo'yarimizni bilolmay qoldik. Jahongashta Zanjining kechagi zamzamasi ham ko'ngilga g'ulg'ula solgan edi. Tavarish Yak tavsiya qilgan dasturni ko'zdan kechirib, battar diqqatimiz oshdi. Unda bizning taklif va istaklarimiz deyarli hisobga olinmagan, bari oldindan tayyorlangan ma'lum ro'yxat bo'yichami, ehtimol otaxon shaxsan o'zi imzo chekib tasdiqlagan g'oyaviy musaffo manzillardan iborat edi. Ro'yxatga ko'z tashlagandayoq odamni esnoq tutardi. Tavarish Xonmanmen nomidagi kashshoflar saroyida uchrashuv. Tavarish Xonmanmen nomidagi partiya tarixi institutiga tashrif. Tavarish Xonmanmenning uy muzeyini ziyorat. Tavarish Xonmanmen nomidagi tug'ruqxonaga sayohat. Ensamiz qotganini ko'rib, qani parvo qilsa bu tepsa-tebranmas Tavarish Yak. Aravamga mindingmi, ashulamga jo'r bo'lmoqqa majbursan. Xohlasang shu, xohlamasang ho ana, katta ko'cha. Men shaxsiy iltimosimni eslatgan edim, keyinroq ko'rarmiz deya mujmal qilib qo'ydi u. Goh birdan, goh muriddan debdilar. Garchi Tavarish Yak Piru biz murid bo'lmasak-da, partiya tarixi muzeyiga olib borganida uni bir mulzam qilib alamimizdan chiqmoqchi bo'ldik. Sirasini aytganda, bu yer ham partiya tarixi emas, ulug' dohiy Tavarish Xonmanmen hayoti va faoliyati tarixidan naql qiluvchi bir joy ekan. Sobiq kommunist partiyaviy qonun-qoidalarni yaxshi biladigan Tavarish Baxtiyor sho'rlik Tavarish Yakni savolga tutib qoldi-ku. Masalan, aytingchi Tavarish Yak, 14 yil mobaynida biror marta qurultoy chaqirilmagani partiya nizomiga xilof hol emasmi? Aslo. Xalq ommasining uning ilg'or qismi hisoblanmish partiya faollarini xohish talabiga ko'ra shunday bo'lgan, deb javob beradi Burro Tavarish Yak bezbetlarcha. Bizda demokratiya barqaror. Gapni qarang. Kim buni xalqdan, uning ilg'or qismi hisoblanarmishlaru so'rab o'tirar ekan. Bunaqa vaziyatda aksincha biror falokat ro'y bermasin deb imkon qadar xalqdan qochiladi. Qoidasi shu. Deylik, xalqlar otasi bo'lmish mo'ylovdor dohiy bizda xuddi shunday yo'l tutgan va tarixda ma'lumki, yanglishmagan yutib chiqqan. Demokratiya emish. Laqillatmoqchi ekansan. Sotsializm nafasi yetib bormagan biror yurtdan kelgan biror anoyini topib laqillatganing ma'qul edi. Tavarish Yak. Tavarish Baxtiyor yana nozikroq nimanidir so'rab, Tavarish Yakni ham, muzey xodimini ham kalovlatib qo'ydi. Kechagina yuvosh, sipogina bo'lib yurgan odam riyokorliklar jonidan o'tibmi, ana shunday shaddod betga choparga aylanib qolgan edi.
Rohbonimiz sezgir, rohbonimiz bundan tegishli xulosa chiqarib, borajak manzillarimizga tahrirlar kirita boshladi. Ammo qayerga qadam bosmang, manzara o'sha edi. Olam guliston. Eshik og'zida milliy libosga o'rangan 3-4 sertabassum qiz yetti bukilib ta'zim bilan kutib oladi. So'ngra og'zingiz totli bo'lsin degandek bir bardoq nimtatir meva sharbati tutadilar. Keyin boyagi qizlardan biyronrog'i bu dargohning tarixiyu kelajagi xususida baxtiyor bir ohangda so'zlab beradi. Oxirida qo'lingizga bir dasta rangsiz ma'lumotnoma-yu yo'riqnoma tutqazib, xayr xo'sh. Bu soxta lutfu iltifotlardan bezib bezor bo'lib ketdik desam, nonko'rlik, noinsoflik sanalmasmikin? Xohish talabimizga binoan olib borilgan yagona joy Markaziy telegraf mahkamasi bo'ldi. Chamasi u yerga olib bormaslikka bahona topish iloji yo'q edi. Bizga eng kerakli, lekin bizni eng sovuq qarshilagan joy ham shu bo'ldi deyish mumkin. Qator soqchilar tekshiruvdan o'tkazib, odmigina bir xonaga tovarishyak bizni olib kirdi. Ular mahkama rahbari, ya'ni axborot vazirining o'rinbosarlari bo'lib, boyoq ishlar bizdan tezroq qutulish chorasini topa olmay rosa aziyat chekishdi. Oddiy savollarimizga ham sarosimaga tushib, asabiylashib, ikki muavin o'zaro uzoq muhokama qilib, tortisha so'ng zo'rg'a javob qilishardi. Azbaroyi sharti ketib, parti ham qolmagan bu notavonlarga rahmimiz kelganidan biz ham uchrashuvni yumaloq yostiq qilish payida bo'ldik. Bilmadim. Kimdir ularga bizni kam emas, ko'p emas, naq Markaziy razvedka boshqarmasining o'ta xavfli xufiyalari deb yetkazganmi? Tovarishakning zulmidan xoli chog'larimizda mening xonamda o'tirib, televizordan muttasil ko'rsatiladigan ishlab chiqarish ilg'orlari bilan uchrashuvlarga bag'ishlangan yoki shonli inqilobiy kurashlardan naqd etuvchi sayoz filmlarni ermak qilamiz. Ularning bosh qahramoni-yu ijobiy qahramoni o'z-o'zidan ma'lum, o'sha birgina zot. Bu tilda biror so'zni bilmasa-da, tovarish Baxtiyor o'zicha sho'xlikka ularni dublyaj qila boshlaydi. Rosa kulgili chiqadi. Sherigimning tarjimonlik mahoratiga tan berib, men dumalab kulaman. Darvoqe, bu ko'rsatuvlarni tarjima qilmoqqa hojat ham yo'q. Shusiz ham bari tushunarli. Boshqa nima ish bilan mashg'ul bo'laylik axir? Zerikiblar o'ladi-da odam. Kechqurunlari toza havoda nafas olgani, aslida ko'ngil yozib kelgani bir pas ko'chaga chiqamiz. Lekin ko'ngil yozmoq qayoqda? Ko'cha ham dilgir, ruhsiz, zerikarli. Holbuki poytaxtning eng gavjum markaziy ko'chalaridan birida joylashgan eng ko'zga ko'ringan musofirxona oldida turibmiz. Shunda hali notanish tovarish Muxtor vakil kelajakdan turib men bilan xayolan taniomuz bahsga kirishadi. Namuncha siqilmasangiz, tovarish Erkin aka, tevarak atrofingiz g'ij odam-ku. Birgina musofirxonadagi sirtdan 2 tomchi suvdek bir-biriga o'xshash, tuqqan onasi farqlay olmasa boshqa mardum aslo farqlay olmaydigan, bari bir xil oq kofta qora yubka kiygan qator nozaninlarchi, qarang. E'tibor qilgandirsiz, ularning orasida ko'zga yaqinroq birovi goho oliftagarchilikka shim ham kiyib qoladi. Bu yer ajnabiylar musofirxonasi. Ko'rib qo'ying, biz ham chakana emasmiz degandek. Xo'ja Ko'rsinga u yoqdan bu yoqqa atay yo'rg'alab turadi. Chamasi unga ruxsat etilgan. Aslida bor yo'q vazifasi ham shundan iborat bo'lsa kerak. Chunki xizmatdan qaytayotib ahamiyat bergan bo'lsangiz, shimini yechib ketadi. Yechmay ko'chaga chiqib ko'rsinchi. Xo'ja Ko'rsin lavozimda xizmat qiladigan shu qizgina ko'zingizni o'ynatgan chiqar, to'g'rimi? Axir boshqa o'yinchoq yo'q bu yerda. Qarg'aning oqi ham birdan ko'zga tashlanadi-ku. Oqshom kezlari musofirxona oldida soatlab atrofga alanglab turasiz. Yonveringizdan guraz bo'lib qiz juvonlar o'tadi. Ular bari bir xil, qiyiq ko'z. Bu yurt ahlining bari shunday. Faqat siz u birodaringiz, tovarish Baxtiyorgina boshqacha. Ko'nglingizda shu ilinj, tevarakka ko'zingizni yirib boqasiz. Biz boshqachamiz-ku. Zora birortasi. Esingizdami talabalik yillaringiz, jonajon Toshkentingizdagi eng nufuzli hisoblangan Toshkent va O'zbekiston musofirxonalari oldida bitta yarim ajnabiy sayyoh atrofga xuddi mana shunday olazarak, hangamatalab nigoh bilan tikilib turardi.